Bilaman, sizda ham kreditingiz bor, to'g'rimi? Keling, men sizga zo'r narsani o'rgatib qo'yaman. Qarang, bankdan kredit oldingiz 100 million so'm miqdorida, to'la olmay qoldingiz. Umumiy miqdorda hamma qarzdorligingiz 130 million so'mni tashkil qilyapti. Bank sudga ariza berdi, umumiy summani hammasini undirib olishlikni so'rab, sud esa uni talabini qanoatlantirib berdi. Mana shu holatda banklar umuman e'tibor qaratmaydi. E'tibor qaratmasligining sababi fuqarolarimiz bu narsani bilmaydi. Sizda to'lovga qobiliyatsizlik alomati shakllangan bo'ladi. Bu nima degani? Qarang, O'zbekiston Respublikasining to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonunida jismoniy shaxsning to'lovga qobiliyatsizligini alomatlaridan biri majburiyatlar yuzaga kelgandan boshlab qarzdorlik bazaviy hisoblash miqdori 200 baravardan yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni hozirgi kunda 82 million so'mdan yuqori bo'lishi kerak bo'ladi. Deylik, siz 100 million so'm kredit oldingiz va muddatini o'tkazib yubordingiz, to'lamadingiz, foiz, penya hammasi qo'shilib 130 million so'mni tashkil qilyapti. Bank esa to'liq hamma summani, muddati o'tgan qarzdorlikda emas, hamma summani undirishni so'rab sudga ariza berdi. Sud talabini qanoatlantirib berdi va undiruvga qaratdi. Mana shu holatda sizda to'lovga qobiliyatsizlik alomati shakllangan bo'ladi va o'zingiz bankrot deb e'lon qilish bo'yicha sudga borib murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu narsani banklar e'tiborga olmaydi. Sababi bizni fuqarolar bu narsadan foydalanmaydi va bilmaydi. O'sha uchun o'zingizni huquqlaringizni bilib o'rganib oling. Bu bo'yicha yordam, qanaqadir savollar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegramdan yozib qoldiring. Albatta o'zimiz sizga yordam beramiz. Videoni yaqinlarga yuborib qo'yishlikni unutmang.